نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme kılgıcı İslam Çakarları Grubusu. حمام فهذا القلب نواح واكي مليا فملء الكون أسراح. Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu. Allah onundan razı olsun. Birinci kısım. Harun, Musa'nın ornida urun basar bo'lgandek. Sen mening o'rnimda urun basar bo'lsang razı bo'lmamsan. Lekin mendan keyin payg'ambarlik yo'qdir. Allohning elchisi Muhammad alayhissalom. Hozir biz bir batni ochamiz. Men demoqchi, nurliq batlarni, balki zohidlik, taqvolik, Allah'tan qo'rqish, qurban berish, dini va qimmatlik narsalari bilan ulug' va yuksak bo'lgan Allohning yo'lida jihad qilish bilan to'lgan nurliq batlarni ochamiz. U haqiqatan Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhudir. U haqiqatan qahramondir. Balki u qahramonlar ichidagi butun vujudi bilan faqat Alloh uchun yashagan bir shirdir. U islom etizida o'sgan vahiy suyi bilan sug'urilgan. Ondan xushpuroq qizil gulga aylanib, xushpuroqi bilan butun koinotni to'ldirgan bir taqvodirdir. Biz uning tarixidan taralgan xushpuroqni bugungi kunimizgacha purab keldik. Butun koinot Allohning do'sti payg'ambar alayhissalomning qandoq qilib sahobalarini tarbiyalab, insonlar Allohga yetkazadigan yo'lini yo'ritib beradigan dunyo osmonidagi yulduzlarga aylantirganligini bilish uchun bu batni ochdik. Bu xushpuroq zamonlar o'tishiga qaramasdan butun koinotga purqini chechib turmoqda. Qandoqmi undoq bo'lmasin? U ya'ni payg'ambar alayhissalomni koinotni yaratgan ulug' Alloh u orqali asrlar va zamonlar xalqigan ummat va avlodlarni tarbiyalashi uchun parvish qilgan tursa. U 6 yoshga kirganda rostchil, ishonchlik Muhammad alayhissalom bilan yashashga boshladi. U Muhammad alayhissalomning qo'lida adab o'rganadi. Uning pokligi, saxiyligi, ichi va sirtining pokligidan ta'sir oladi. U 10 yoshga kirganda vahiy Qur'on Allohning payg'ambari da'vatga buyurdi. U musulmonlarning ilgari musulmon bo'lganlardan bo'ldi. Uning hayoti shu kundan tortib Parvardigori bilan uchrashadigan kun kelgacha payg'ambar alayhissalomning yo'li va Qur'onning ta'limotlarini mukammal holda tatbiqlash bo'ldi. Bu hayotga haqiqatan barakat yezildi. Bu hayotda go'daklik, shahvatparastlik va teyib ketish yo'q edi. Bu hayot egisi kishilarning mas'uliyatini ustiga olgan holda tug'ilgan edi. Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhuning hayotida kichik bolalarning o'yinlari uchunmi nisibi yo'q edi. Bu bolaning qo'liqi bu yigitning qalbi sahroning nag'ma navolari va kechida parang solg'uvchilarning naqshlariga qenib boqmagan edi. Xuddi taqdir uning qo'liqi va qalbini yer yuzini va hayot yo'lini o'zgartiradigan boshqa so'zlarga saqlab qo'yayotgandek qiladi. Shundoq bu yigitning qo'liqi va qalbi buyuk. Ulug' Allohning oyatlarini hech kim uningdek qabul qila olmaydigan darajada qabul qilish uchun saqlab qo'yilgan edi. U Qur'onni rostchilligi isbotlangan payg'ambar alayhissalomning eg'izidan yangi peti anglaydi. Ey hurmatli qarindishim, o'zini Qur'on nozil qilingan kishi payg'ambar alayhissalomning eg'izidan Qur'onni bevosita anglayotgan holda tasavvur qilib boqing. Allah tarafdan tushirilgan bu oyatlar va vahiyga agishib kelgan sunnatning yo'riqida Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu go'zal hayotining dastlabki mezgillarini o'tkazdi. Qur'on nuri uni hayron qoldirdi. Qur'on ovozi uni harakatlantirdi. Payg'ambar alayhissalomning jannat to'g'risidagi oyatlarni anglab, bu aqlli yigit xuddi jannatni ko'zi bilan ko'rgandek bo'ladi. Hatta u jannatdagi xushalliqlar va jannatning mevalarini elish uchun
o'ng qo'lini suzg'ili tas qolatdi. Davzaq to'g'risidagi oyatlarni anglaganda bo'lsa, buron tuyuqsiz tekkan qushqashdek titrab ketadi. Agar namozning ulug'ligi va hurmati bo'lmasa edi, o'zi qilayotgan va ko'rayotgan davzaqning yolqinidan qo'rqib qechib ketgan bo'ladi. Ba'zi olimlar mundoq voqeani tilga oladi. Payg'ambar alayhissalom namoz vaqti kelsa, Makkaning jilg'ilariga chiqadi. Uning bilan Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, otasi Abu Talibdan va hamma tog'ilari va qavmidan yushurun holda billa chiqadi-da, u yerda namoz o'qiydi. Kech bo'lganda u ikkisi qaytib keladi. Ular Alloh xohlagan vaqt shu holatda turdi. Keyin Abu Talib bu ikkilan namoz o'qiyotganda ko'rib qoldi. U payg'ambar alayhissalomga: "Ey qarindishimning o'g'li, men e'tiqod qilayotganingni ko'ryapman-ku. Bu qandoq deyin?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey tog'a, bu Allohning dini, Allohning farishlarining dini, Allohning payg'ambarlarining dini ve atımız İbrahim'nin dini" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Allah meni bu din bilen bendelerge payg'ambar qilib avatdi. Tog'a, sen mening nasihat qilishimga va to'g'ri yo'lga chaqirishimga eng loyiq kishi ve mening bu dinga qilgan chaqirig'imga ovoz qo'shishga, bu din uchun menga yordam berishga eng loyiq kishi" dedi. Abu Talib: "Ey qarindishimning o'g'li, men ota-bovularim e'tiqod qilib kelgan dindan ayrila olmayman. Lekin Alloh bilan qasamki, men hayotli bo'ladi ekanman, sana yomonlik yetmaydi" dedi. Olimlarning tilga elishicha Abu Talib Ali radhiyallohu anhuga: "Ey o'g'ilchiqim, sen e'tiqod qilayotgan bu qandoq din" dedi. Ali: "Ey ota, men Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etdim. U elib kelgan narsani tasdiqladim. Onun bilan billa Allah uchun namoz o'qidim va uning agashdim" dedi. Olimlarning aytishicha, ondan Abu Talib Ali radhiyallohu anhuga mundoq dedi: "Bilginki, u seni faqatla yaxshilikqa chaqiribdi. Uningdan ayrilmagan." Uning hayoti payg'ambar alayhissalomning uyida o'tganda, u payg'ambar alayhissalomning ichki ishlarining hammasidan xabardor bo'ldi. Uning ahvoli va axloqini yaqindan o'rgandi. U ishgan narsani ishdi va uning axloqi, odatlari va ish harakatlari bilan tarbiyalandi. U kichik vaqtida poklik kiyimini kiydi. Dastlabdan tortib butlardan yiroq bo'ldi va jang e'lon qildi. Bütün hayotida payg'ambar alayhissalomning buyrug'ini bajarish bilan mashg'ul bo'ldi. Chunki u payg'ambar alayhissalomga yaqin, urug' tuqqan, uning qo'lida xizmat qiladigan, uning nuridan doim yo'ruq oladigan kishi edi. Boshqalarga qaraganda u payg'ambar alayhissalomning buluqidan ko'p ichadi. Uningga yana yuqori bo'lgan asli tutish iqtidori, uchuq aql, kam tebiladigan ziraklik, tangdoshsiz shijoat ve başkalar tengleşelmeydiğen kuch-quvvat ata qilingan edi. U zohidligi, oddiy soddaligi, farhizkorligi, Allohdan qo'rqishi, haqqa qattiq bo'lishi va chin turishi va haqqa chaqirishi qatorliqlarda payg'ambar alayhissalomning hayotidek hayot kechirishga odatlangan edi. Uningda Umar radhiyallohu anhuning kuchli irodasi, keskinligi, haqda qattiq turishi, ishlarni tez bajarishi ve batılga ve batıl ehliga xushomat qilmasdan ve murassalashmasdan hujum qilish ruhi bor edi. Ali radhiyallohu anhu haqqa yordam berishi ve batılni yo'qotish yo'lida kishilarga chiroyli muomala qilishi deganni bilmaydi. Uningda fuqarolarning dinning asosiy ve tarmoqlaridan ve payg'ambar alayhissalom ve uningdan keyingi ikki xalifa tutgan yo'ldan yiroq holatda boshqarishga rag'bat yo'q edi. Payg'ambar alayhissalom uning ko'ksiga taqilgan medallar. Mana bular uning fazilatlari va payg'ambar alayhissalom uning ko'ksiga taqilgan medallardan xushbaroq bir dastudur. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Talha va Zubayr radhiyallohu anhumlar qatorliqlar Hira teg'i ustida edi. Çoğun bir Kur'an taş titrab ketdi. Payg'ambar alayhissalom: "Jim bo'l. Ustunda faqat payg'ambar yoki siddiq
yoki shahid bor dedi. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom meni Yamanga avatdi. Sen haqiqatan meni yoshda mendan cho'ng kishilarning orasida hukm chiqarishim uchun avatmoqchi bo'layotsan dedim. Payg'ambar alayhissalom: Shundoq, borgin. Alloh tilingni mustahkam qiladi va qalbingni hidoyat qiladi dedi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Osman jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahman ibn Avf jannatda, Said ibn Abu Waqqas jannatda, Said ibn Zayd jannatda va Abu Ubayda ibn Jarroh jannatdadir. Habashi ibn Janada As-Sanuldin mundoq rivoyat qiladi. U vidolashish hajiga qatnashgan edi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Ali radhiyallohu anhu men Ali'dindurman. Haj chaqiriqimni o'zim yoki Ali radhiyallohu anhu yetkazadi. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Abu Talib vafot bo'lganda Payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib, "Qira taom o'lib ketdi" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Berib uni yo'gigin va hech narsa demay yenimga kelgin" dedi. U mundoq deydi: Men Abu Talibni yo'gab qo'yib uning yeniga keldim. U: "Berib yuyingin. Ondan hech narsa demay yenimga kelgin" dedi. U mundoq deydi: Men yuyinib bo'lib uning yeniga keldim. U men uchun ko'p duo qildi. Bu duolarning o'rniga qizil yoki qora tugalar mening bo'lishi meni xursand qilmaydi. U mundoq deydi: Ali radhiyallohu anhu meyit yusa yuyinatdi. Zirdan rivoyat qilinadiki, Ali radhiyallohu anhu mundoq degan: Donni yarg'an, jonliqni yaratgan zot bilan qasam qilamanki, ummiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni faqat mu'min yaxshi ko'radiganligi, faqat munofiqlar yomon ko'radiganligini va'da qilgan edi. Ibn Abi Laylodan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Bizga Ali mundoq so'zlab berdi: Fatima radhiyallohu anha tugman, ya'ni yog'inchoqda un tortib charchab ketganligini shikoyat qildi. Keyin payg'ambar alayhissalomga g'animat keldi. Fatima radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning yeniga g'animat orasidan o'ziga xizmatchi berishni so'rash uchun bordi. Fatima radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomni topolmay, Aisha radhiyallohu anhani topib, kelishdagi maqsadini aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kelganda Aisha radhiyallohu anha uningga Fatima radhiyallohu anhaning kelganligini aytdi. Biz yetib bo'lgan vaqtda payg'ambar alayhissalom yenimizga keldi. Men o'rnimdan turmoqchi bo'lgan edim. Payg'ambar alayhissalom: "O'rninglarda yetiveringlar" dedi. Ondan u ikkimizning orasida o'ltirib, hattoki men uning putlarining sovuqini ko'kragimda sezdim. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Men ikkinglarga sizlar mendan so'rgandan yaxshini o'gitib qo'ymaymi? Sizlar yotadigan o'rninglarni olganda 34 qatim takbir, Allohu akbar, 33 qatim tasbih, subhanalloh va 33 qatim hamda, alhamdulillah aytganliginglar sizlarga xizmatchidan yaxshi dedi. Ibn Abi Hazimdan mundoq rivoyat qilinadiki, bir kishi Sahil ibn Sa'idning yeniga kelib, u paloni, ya'ni Madinaning amri munbarlarning yanida turib, Ali radhiyallohu anhu ni tilovat dedi. Sahil: "U nima davatidi?" dedi. U kishi: "U Alini Abu Turab to'pining dadisi davatidi" dedi. Sahil kulib ketib: "Alloh bilan qasamki, uni payg'ambar alayhissalom shundoq atgan. Uningga Abu Turab'tinmi suyimlik ism yo'q edi" dedi. Men Sahilning so'zini davomlashtirishni umid qilib, "Ey Abu Abbas, bu ish qandoq bo'lgan?" dedim. Sahil mundoq dedi: Ali radhiyallohu anhu Fatima radhiyallohu anhaning yeniga kirdi. Ondan chiqib masjidda yotdi. Payg'ambar alayhissalom Fatima radhiyallohu anhaga: "Tog'amning o'g'li qani?" dedi. Fatima radhiyallohu anha: "Masjidda" dedi.
Peygamber aleyhisselam Ali radhiyallohu anhuning yeniga chiqib, uni to'pi ustidan yotgan va dumbizi to'pi bo'lib ketgan holatda topdi. Peygamber aleyhisselam uning dumbizidan to'pini surtib, "Ey Abu Turab, o'ltirgin" deb ikki qatim dedi. Mus'ab ibn Said otasidan rivoyat qilib mundoq deydi. Peygamber sallallohu alayhi va sallam Madinada Ali radhiyallohu anhuni o'z o'rnida qoldirib Tabuk g'azotasiga chiqmoqchi bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu: "Meni bolalar va ayollar qatorida qoldirib qo'yamsan" dedi. Peygamber alayhissalom: "Harun Musoning o'rnida qilib qolgandek, senmi mening o'rnimda qilib qolsang rozi bo'lmamsan? Lekin mendan keyin payg'ambar yo'qdir" dedi. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: "Ikki kishi bilan masjidda o'ltirgan edim. Ondan biz Ali radhiyallohu anhuni tilladik. Payg'ambar alayhissalom chiroyidan ochiqlanganligi bilingan holda keldi. Men Allohga sig'inib uning g'azabidan panohlik so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Kimki Ali radhiyallohu anhuni ranjitsa, meni ranjitgan bo'ladi" dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni sura Baroani Makka ahliga yetkazish, bu yildan keyin mushrik haj qilishga bo'lmaydi. Baytullohni yalang'och tavob qilishga bo'lmaydi. Jannatga faqat musulmon kishi kiradi. Kim payg'ambar bilan kelishim tuzgan bo'lsa, uning kelishimi muddat to'shqicha davomlashadi. Allah va uning payg'ambari mushriklardan ado judodir deganni e'lon qilishga avatdi. U mundoq deydi: Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu buni 3 qatim yetkazgandan keyin payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhu va Abu Bakrga yetishib, uni yenimga qaytirib etib, bu e'lonni sen yetkazgin dedi. Ali radhiyallohu anhu shunday qildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yeniga kelganda yig'lab ketdi. U: "Ey Allohning payg'ambari, mening haqqimda bir ish bo'ldimi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sening haqqingda faqat yaxshi ish bo'ldi. Lekin men bu e'lonni o'zim yoki mendan bo'lgan bir kishining yetkazishga buyurdim" dedi. Baraa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom Hijriyaning 6-yili Zulqa'da oyida umra haj qilmoqchi bo'ldi. Makkaliklar uni Makkaga kirgizishni rad qildi. Hattoki payg'ambar alayhissalom ular bilan Makkada 3 kun turishga kelishim tuzdi. Ular kelishim nomini yozganda, bu Allohning elchisi Muhammad alayhissalom tuzgan kelishimdir deb yozgan edi. Ular: "Biz buni idrob qilmaymiz. Agar biz seni Allohning elchisi deb bilsak edik, seni hech narsadan to'smaydik. Lekin sen Abdullohning o'g'li Muhammad" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Men Allohning elchisi, men Abdullohning o'g'li Muhammad" dedi. Ondan Ali radhiyallohu anhuga Allohning elchisi degan so'zni o'chirib aytgan dedi. Ali radhiyallohu anhu: "Yo'q, Alloh bilan qasamki, seni hargiz o'chirmayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom xatni oldi va Allohning elchisi degan xatni o'chirdi. Ondan Ali radhiyallohu anhuga Muhammad ibn Abdulloh shuningga kelishim tuzdiki, Makkaga g'ilobga selingan qilishdan boshqa qurol elib kirishga bo'lmaydi. Uningga Makka ahlidan biror kishi agishib chiqib ketmoqchi bo'lsa, elib chiqib ketishga bo'lmaydi. Uning hamrohlaridan musulmonlardan biror kishi Makkada turib qolmoqchi bo'lsa, to'sishga bo'lmaydi deb yoz dedi. Payg'ambar alayhissalom Makkaga kirib 3 kun muddat to'shqanda, ular Ali radhiyallohu anhuning yeniga kelib, hamrohiga, ya'ni payg'ambar alayhissalomga degin: "Yenimizdan chiqib ketsin, muddat to'shdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom chiqib ketmoqchi bo'lgan edi. Hamza radhiyallohu anhuning qizi uningga agishib olib, "Tag'a" deb to'lashga boshladi. Ali radhiyallohu anhu u qizning qo'lini tutdi va Fatima radhiyallohu anhuga "Tag'ingizning qizini ko'tarib oling" dedi. Bu qizni talishib Ali, Zayd va Ja'far radhiyallohu anhumlar janglashib qoldi. Ali radhiyallohu anhu uni "Men tutdim. U tag'amning qizi" dedi. Ja'far radhiyallohu anhu: "To'g'ri, u sening tag'angning qizi. Uning hammasi bo'lsa mening ayolim" dedi. Zayd radhiyallohu anhu: "U mening qarindishimning qizi" dedi.
payg'ambar alayhissalom u qizni hammasiga hukm qilib berdi va hamma onaning o'rnida dedi. Ali radhiyallohu anhuga sen mendan, men sendin dedi. Ja'far radhiyallohu anhuga sen chiroyda va axloqda menga o'xshaysan dedi. Zayd radhiyallohu anhuga sen bizning qarindishimiz va ozodgardimiz dedi. Ali radhiyallohu anhu Hamza radhiyallohu anhuning qizini olsang bo'lmamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom u mening emildash qarindishimning qizi dedi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sunumuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme qiluvchi İslam Çakarları Gruppsi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu. Allah onundan razı olsun. İkinci kısım. Dünya ve dünyadaki narsalardan mı kıymetlik 3 söz. Said ibn Abu Waqqas radiyallahu anhu rivayet kılıdı ki u mundaq deydi. Muaviye ibn Abu Sufyan Saidni Ali radiyallahu anhu'ni tillashqa buyurdi. Ondan sening Abu Turabni tillashingga nima to'sqinlik qildi dedi. Said radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselam Ali radiyallahu anhu'ga degan 3 söz esimdili bo'ladi ekan, uni hargiz tillamayman. Bu so'zlardan birisining menga aytilganligini menga qizil tugulardanmi suyumlikdir. Birinchisi, Peygamber aleyhisselam bir g'azotga Ali radiyallahu anhu'ni qoldirib qo'yganligini aytganda, Ali radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselamga meni ayollar va bolalar bilan birga qoldiramsan dedi. Peygamber aleyhisselam onunla Harun Musa'nın o'rnida urun basar bo'lgandek senmi mening o'rnimda urun basar bo'lsang rozi bo'lmamsan. Lekin mendan keyin payg'ambarlik yo'qdir dedi. İkincisi, men Xaybar g'oziti kuni Peygamber sallallohu alayhi va sallamning bu bayroqni Allah va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'radigan, Allah va Allohning payg'ambarimi uni yaxshi ko'radigan bir kishiga beraman deganini angladim. U mundaq deydi. Biz bayroqqa qo'llarimizni suzishdik. Peygamber aleyhisselam bana Ali'ni çağırıp biringlar dedi. Ali radiyallahu anhu'nun ko'zi og'rib qolgan holda elib kelindi. Peygamber aleyhisselam onun ko'ziga tükürüp qo'ydi. Ko'zi shunun bilan saqaydi va uningga bayroqni berdi. Allah uningga Xaybarni fath qilib berdi. Üçüncüsü bu ayet. Sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni Sura Ali İmran'ın 61. ayetinin bir kısmı. Degan ayet tushganda Peygamber aleyhisselam Ali'ni, Fatima'ni, Hasan'ni ve Hüseyin radiyallahu anhumlarni yig'di. Ondan ey Allah, bular mening oilam degan edi. Ali radiyallahu anhu mundaq deb yozgan. Peygamber aleyhisselam mening qarindishim ve qiyni otamdir. Şehitlerinin katısı Hamza radiyallahu anhu mening tağamdir. Atigan ve keşli periştiler bilen uçup yürüydigan Ja'far radiyallahu anhu mening onamning o'g'lidir. Muhammed aleyhisselamның kızı mening oilam ve ayolimdir. Onun go'shi mening qinim ve go'shim bilen aralashgandir. U o'zini pido qilib Peygamber aleyhisselamning ko'rpsida uxladi. Şuna Allah onun ko'rpsini uni rozi qiladigan Fatima radiyallahu anha bilen baxtli qildi. İbn Kasir rahimahullah El-Bidaya ve Nihaya degan kitabida Quraysh shaytonlarining istangchiligi kuni yig'in zaliga to'plashganligini bayon qiladi.
va ular bilan Najrilik bovoyning shaklida ko'ringan iblis o'tirsida bo'lgan talash tortishni, oxirida ular Abu Jahlning tuvandagi fikriga birlikka kelganligini so'zlab beradi. Men bunday qilishni to'g'ri ko'raman. Har bir qabiladan yosh, chidamliq, nasabiy isil yigitdan birini tanlaymiz. Bu yigitlarning har biriga birdan o'tkir qilich tutqizamiz. Ondan ular uningga tangla qilich soladi-da, uni o'ltirdi. Shuning bilan biz uningdan qutulamaymiz. Ular shunday qila olsa, uning qini hamma qabilalarga chechilib ketadi-da, Abdumanaf jamoati ularning hammasi bilan urush qilishga kuchi yetmaydi. Bizdan diyat elishga rozi bo'ladi. Shuning bilan biz uning uchun diyat to'laymiz. Abu Jahlning bu fikriga hammasi birlikka kelib, ayrilib ketishi Jibril payg'ambar alayhisalomning yeniga kelib, bu kecha ilgari yotgan ko'rpangda yotmag'in dedi. Kecha qorong'u bo'lganda ular payg'ambar alayhisalom uxlab qolganda uningga hujum qilish uchun uning ishga tuyiga yig'ilib marab turishdi. Payg'ambar alayhisalom ularning turunini ko'rib, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga mening bu harmivatdan keltirilgan yeshil to'nimni kiyib, ko'rpamda uxlagan. Sana ulardan hech qanday yomonlik yetmaydi dedi. Payg'ambar alayhisalom uxlaganda shu to'nni kiyib uxlaydi. Ondan keyin payg'ambar alayhisalom bu oyatlarni tilovat qilib chiqdi. Yasin, hikmatli Qur'on bilan qasamki, ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardaladik. Shuning uchun ular imonning yo'llari tusilib ketganligi uchun hech narsani ko'ra olmaydi. Sura Yasin 1-oyatdan 9-oyatlargacha. Va ulardan bir nima qoldirmay boshlariga to'pi chechib etib, bormoqchi bo'lgan joyiga ketdi. Ularning yeniga ularga tava bo'lmagan bir kishi kelib, "Bu yerda nimani kutyapsizlar?" dedi. Ular, "Muhammad sallallohu alayhi va sallamni" dedi. Ular, "Alloh bilan qasamki, Alloh sizlarni mag'lub qildi. Muhammad yeninglardan o'tib chiqib ketdi. U sizlardan biringlarni qoldirmay beshiga to'pi chechib etib, o'z ishiga ketdi. O'zinglar qarab boqmamsizlar" dedi. Ular hammasi qo'lini beshiga qo'ygan edi, beshida to'pi turibdi. Onda ular qarashga boshladi. Ular payg'ambar alayhisalomning to'riga urinib yotgan Ali radhiyallohu anhu ni ko'rib, "Alloh bilan qasamki, mana bu Muhammad alayhisalom, u to'nida uxlab yotadi-ku" deyishdi. Ular tong otquchi shu holatda turdi. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning ko'ribsidan turgan edi. Ular, "Alloh bilan qasamki, bizga so'zlagan heliqa odam rost debdikan" deyishdi. Batur da'vat shiri yuzi payg'ambar alayhisalomni da'vat jarayonidagi eng qiyin vaqtda qovdidi va uning ko'ribsida uxladi. U eshik tubida ko'rpada uxlayotgan kishini o'ldirmoqchi bo'layotgan kishilarning borligini bilib turib, payg'ambar alayhisalomning ko'ribsida uxlagan bir erkak edi. O'z payg'ambari sababli uning ko'ribsida bir kecha bearam bo'lganligini uchun Alloh uning ko'ribsini o'z payg'ambarining mukammallik purkanchisida o'rangan qizi Fatima radhiyallohu anha bilan baxtli qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni qizg'in qarshi oldi va uningga o'zining eg'ir savutini berdi. Fatima Aliga taqdim qilindi. Fatima bilan bir parcha duxova, ichiga xurma talasi tiqilgan bir ter yostiq, bir tulum, bir qacha, bir yarg'unchoq va 2 g'urjun bilan birga berildi. Fatima radhiyallohu anha Ali radhiyallohu anhuning uyiga kirganda uningga ko'rpa uchun bir tal quchqor terisidan boshqa narsa yo'q edi. Ular kechasi bu ko'rpa ustida uxlasa, kunduzi uningni tugiga yem beradi. Fatima radhiyallohu anha o'z ishini o'zi qiladi. Alloh bilan qasamki, Fatima radhiyallohu anhuga buning hech qanday ziyni bo'lmadi. Buxoriy va Muslimning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Fatima radhiyallohu anhaga mundoq degan: "Bu ummat ayollarining yoki mu'minlarning ayollarining sardori bo'lsang rozi bo'lmamsan." Buxoriy va Muslimning rivoyatida yana Mivar ibn Mahrama payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Fatima radhiyallohu anha badanimning bir parchasi. Kimki uni g'azablantirsa, meni g'azablantirgan bo'ladi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Jannat 3 kishini orzu qiladi. Ular Ali,
Ammar va Salmon radhiyallohu anhumlardir. Bu nima degan yaxshi mukofot ha? Uning Alloh yo'lida qilgan jihodidan nurlangan batlar. Mana bu Ali radhiyallohu anhu, u tarix peshonasiga nurdan bo'lgan qurlarni sizidi. Bular uning Alloh yo'lida qilgan jihodidan nurlangan batlardir. U shahidlikni izlaydi. Xuddi cho'l jasirida qolgan odam sug'i tashna bo'lgandek shahidlikka tashna bo'ladi. Uning Badr kunidagi jihodi. Badr g'azotida bu botir chavandoz Alloh yo'lida mujohid bo'lib chiqdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Biz Badr kuni 3 odam bir tugiga minatdik. Abu Lubaba va Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhumlar Payg'ambar alayhissalom bilan bir tugiga minatdi. U mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning piyoda mangadigan navbati davonga to'g'ri kelgan edi. U ishqilar: Sening o'rningda biz mangayli dedi Payg'ambar alayhissalom. Sizlar mendan kuchlik emas, men sizlardanmi bak ajridan behojat emasman dedi. Tillar so'zlamay, mushriklarning boshlari ustida qilishlar so'zlaydigan sharaf va jihad maydonida bizning bu qahramonimizning katta o'rni bor edi. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Badr kuni Utba dastlab oldiga chiqdi. Uningga agishib o'g'li va qarindishimi chiqdi. Ondan kim yakmu-yak jangga tushidi deb to'ladi. Uningga ansariylarning bu yoshlari chiqdi. U sizlar kim dedi. Ular kimligini degan edi. U bizning sizlarga hojatimiz yo'q. Bizga tog'imizning bolalari, Qurayshlar kerak dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Ey Hamza turg'in, ey Ali turg'in, ey Ubayda ibn Haris turg'in dedi. Hamza radhiyallohu anhu Utbaga: Men Shaybaga qarshi chiqdim va raqiblarimizni o'ldirdik. Ubayda radhiyallohu anhu bilan Valid birini birdan urgandan keyin holsizlanib qoldi. Ondan biz Validga hujum qilib, uni o'ldirib o'tib, Ubayda radhiyallohu anhuni ko'tarib elib chiqdik. Qays ibn Abbad Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men qiyomat kuni rahim shafqatli Allohning oldida munozirlashish uchun tizlanadigan tunji kishi bo'laman. Qays ibn Abbad mundaq deydi: Mu'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa farvaydgori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mu'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozira qilishib, mu'minlarning Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Sura Haj 19-oyat. degan oyat shular to'g'risida nozil bo'lgan. Bu mundaq deydi: Ular Badr kuni yakmu-yak elishgan. Hamza va Ali va Ubayda yoki Ubayda ibn Haris radhiyallohu anhumlar va mushriklar tarafdan Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a va Valid ibn Utba qatorliqlar edi. Uning Xandak kunidagi jihodi. Xandak g'azotida uning bilan Quraysh chavandozi Amir ibn Abdivud o'tirishida cho'ng bir maydon jang bo'ldi. Amir ibn Abdivud al-Amir qo'shin boshlig'i edi. U cho'ng Badr urushiga qatnashgan va bu urushda yaralangandan keyin mag'lubiyatning ta'mini tetigan edi. Shuningdan keyin u Muhammad alayhisalomni o'ldirmoqchi beshiga moy tekkizmaslikka nazr ahd qilgan edi. Shun u musulmonlar tarafga ot choptirib, Xandak okopdan otlab o'tgan tunji kishi bo'lgan edi. Uning bilan Qurayshning chavandozlari bor edi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu musulmonlardan bir necha kishi bilan chiqib, Qurayshlar otlarini otlatgan joyni egallab, ya'ni ularning kelishini to'sib qoldi. Chavandozlar ular tarafga ot choptirib keldi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Qo'shin boshlig'i Amir ibn Abduvud al-Amiri Badr kuni yaralanib, yiqilib qolg'ichi urushgan. Shunga Uhud g'azotiga qatnashmagan edi. Xandak kuni u o'zini tunutib qo'yish uchun belga taqab chiqdi. U etini to'xtatganda: "Kim yakmu-yak jangga tushidi?" dedi. Uningga Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu tushdi. Bayhaqi Dalail an-Nubuwah degan kitobida mundaq deydi: Amir ibn Abduvud tumur bilan o'rangan, ya'ni jang kiyimlarini to'liq kiygan holda chiqib, "Kim yakmu-yak elishidi?" deb to'ladi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu o'rnidan turib: "Ey Allohning payg'ambari, uningga men tushay" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "U Amir, o'ltir" dedi.
Amir yana tovlab, "Maydonga tushadigan erkak yo'qmi?" dedi. Ondan u musulmonlarni ayblab, "Sizlarning bizdan kim o'ldirilsa jannatga kiradi deb da'vo qilgan jannatinglar qani? Menga bir kishini chiqarmamsizlar?" deyishga boshladi. Ali radhiyallohu anhu yana o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, men tushayay" dedi. Payg'ambar alayhissalom o'ltir dedi. Amir 3-chi qatim mundoq deb tovladi. "Dushman to'piga qarab yakmu-yak tushadigan kishi bormi? Men tovlab bug'ilib ketdim. Botirimni qo'rqadigan vaqtda raqibim tik turgandek tik turdim. Shu men jang maydoniga oldirab keldim. Yigitdagi botirlik va keng qo'llik yaxshi xislat jumlasidandir." Bu mundoq deydi. Ondan Ali radhiyallohu anhu turib, "Ey Allohning payg'ambari, men tushayay" dedi. Payg'ambar alayhissalom u amir dedi. Ali radhiyallohu anhu amir bo'lsimi men tushayay dedi. Payg'ambar alayhissalom uning ruxsat qildi. U amirning yeniga kelib, "Oldirma, sening chaqirig'ingga ovoz qo'shadigan, niyatda va ko'zda ojiz bo'lmagan odam yeningga keldi. Rostchilik har bir utuq qozong'uchining nijotlik yo'lidir. Seni janglarda nomi qolg'uday qattiq urib, o'likka yig'lag'uchi ayollarni ustingda turg'izishimni umid qilaman" dedi. Ali radhiyallohu anhu amir bilan elishish uchun borganda amirga, "Ey amir, sen bir kishi meni 3 ishdan birga chaqirsa cho'qim qabul qilaman deytding-ku" dedi. Amir, "Ha" dedi. Ali radhiyallohu anhu unga, "Seni bir Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deb guvohlik berishga va olamlarning parvardigoriga bo'ysunishga chaqiraman" dedi. Amir, "Ey qarindishimning o'g'li, bu gapni qo'y" dedi. Ali radhiyallohu anhu, "Ikkinchi, shahringa qaytib ketsan. Agar Muhammad alayhissalom Allohning haqiqiy payg'ambari bo'lsa, sen u sababli eng baxtli inson bo'lasan. Agar u yolg'onchi bo'lsa, sen xohlagan ish bo'ladi" dedi. Amir, "Bundaq gapni Qurayshning ayollarimi hargiz qilmaydi. Men qilgan nazarimga vafo qilishga kuchim yetib turib, qaytib ketsam qandoq bo'ladi" dedi. Ondan Amir, "Uchinchisi-chi" dedi. Ali radhiyallohu anhu elishish dedi. Bu vaqtda Quraysh chavandozi Amir kulib ketdi. U 80 yoshdan oshgan dongliq chavandoz edi. Ondan u Ali radhiyallohu anhuga, "Arablardan hech kim meni bu ishdan qo'rqitolmaydi deb o'ylayman" dedi. Ondan u Ali radhiyallohu anhuga, "Sen kim bo'lasan" dedi. Ali radhiyallohu anhu, "Men Ali radhiyallohu anhu bo'laman" dedi. Amir, "Abdumanafning o'g'limisan" dedi. Ali, "Men Ali ibn Abu Talib" dedi. Amir, "Ey qarindishimning o'g'li, sening tog'alaring ichida yoshda sendinmi cho'nglari bor. Alloh bilan qasamki, mening seni o'ltirgim yo'q" dedi. Ali radhiyallohu anhu, "Lekin Alloh bilan qasamki, mening seni o'ltirgim bor" dedi. U vaqtda Amir nihoyat qattiq g'azablandi va otdan tushib qilichini sug'urdi. U xuddi o'tning yolqinidek bo'lib ketgan edi. Ondan u g'azablangan holda Ali radhiyallohu anhu tarafga yugurdi. Ali radhiyallohu anhu qalqini bilan mudofaa qilgan edi. Amir uning qalqiniga urib, qalqonni yervatdi. Qilich qalqanda turib qoldi va Ali radhiyallohu anhuning beshiga tegib, beshini yervatdi. Ali radhiyallohu anhu Amirning buyun tumuriga urgan edi. Amir yiqilib tushdi va to'pichon o'rlab ketdi. Payg'ambar alayhissalom takbir ovozini angladi. Kishilar Ali radhiyallohu anhuning Amirni o'ldirganligini bildi. Ali radhiyallohu anhu bu vaqtda mundoq dedi: "Ey Ali, chavandozlarni mushundoq besib tushsan, ular mendan va hamrohlarimdan o'zini chetga oldi. Bugun g'azabim meni qechib ketishdan to'sib turdi. Iziq tishimda emas, beshimda o'tkir qilish bordi." Ikrama shu kuni nayzisini tashlab qochgan edi. Hassan ibn Sabit mundoq deydi: "Ikrama bizga nayzisini tashlab berib qechib ketdi. Ey Ikrama, koshki mundoq qilmasang eding. Sen xuddi buralgan yo'ldan qaytmaydigan erkak tugi qo'shi yugurgandek yugurib qechib ketding. Adining kichik sirtlanning gadinidek keyninga quloq silib qarab qo'ymay ketib qolding." Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, "Nimishqa uning savudini soldirib olmading? Arablarda uning savudidan yaxshi savud yo'q degan edi." Ey radhiyallohu anhu, "Uni urgan edim, u mendan avratini qo'g'dab turib oldi. Şoňa tagamning o'g'lidan kiyimini soldirib olishdan hayo qildim" dedi. Mushriklar payg'ambar alayhissalomga Amirning jasadini 10 mingga setib olish uchun odam avatgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga Amirning jasadini beringlar. Uning jasadimi nijis, diyitimi nijis dedi.
Shuning bilan ulardan hech narsa qabul qilmadi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetli anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sunumuz. فالسكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme qiluvchi İslam Çakarları Gruppsi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. 3. kısım. Xaybar kuni. Allah onun qo'li bilan g'alaba bergan bayroqdir. Mana bu Ali radiyallahu anhu Xaybar kuni payg'ambar alayhissalom uning Allohni va Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni yaxshi ko'radiganligi. Allah va Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni uni yaxshi ko'radiganligi va Allah uning qo'li bilan g'alaba beradiganligiga guvohlik beradi. Sahil ibn Sa'id radiyallahu anhu mundoq rivoyat qiladi. Xaybar kuni payg'ambar alayhissalom: "Ati men bu bayroqni bir kishiga beraman. Allah uning qo'li bilan g'alaba beradi. U Allohni va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'radi. Allah va Allohning payg'ambarimi uni yaxshi ko'radi" dedi. U mundoq deydi: Kishilar u kechasi bu bayroq kimga berildiganligi to'g'risida paranglashdi. Tang otganda hamma kishilar bu bayroqni o'ziga berilishini umid qilib payg'ambar alayhissalomning yoniga atigan bordi. Payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talib qani dedi. Ey Allohning payg'ambari, uning ko'zi og'rib qopti deyilgan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga odam avatinglar dedi. Ali radhiyallohu anhu elib kelindi. Payg'ambar alayhissalom uning ko'ziga tukurib duo qilgan edi. Uning ko'zi og'rib boqmagandek saqayib ketdi. Payg'ambar alayhissalom uningga bayroqni bergan edi. Ali radhiyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, ular biz bilan o'xshash bo'lg'ichi urusham deyim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ularning zeminiga tushkichi mengayvergin. Ondan ularni islomga chaqirgin va Allohning haqqida ularga majburiyat bo'lganlarini aytib bergin. Alloh bilan qasamki, Allah sen sebeplik bir odamni hidoyat qilganligi sen uchun qizil to'gilarning bo'lg'inidan yaxshi" dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom Xaybar kuni bu bayroqni Alloh va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'radigan, Alloh uning qo'li orqali g'alaba beradigan bir kishiga beraman dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Faqat shu kunida amal tutishni yaxshi ko'rib qoldim. Bayroq uchun chaqirilishni umid qilib, suzilib qaradim. Payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ni chaqirib bayroqni berdi va mundoq dedi: Allah sana g'alaba berguchi, keyningga qaramay mang'i." Ali radhiyallohu anhu ozroq mang'andan keyin to'xtadi va keyniga qaramasdan: "Ey Allohning payg'ambari, kishilar bilan nimaga asosan urush qilaman" deb to'ldi. Payg'ambar alayhissalom: "Ular Allohdan boshqa haqiqiy ma'budning yo'qligiga va Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik bergichi ularga qarshi urush qilgan. Ular shundoq qilsa, ya'ni guvohlik bersa, sening qonlari va mollarini qo'g'dab qolgan bo'ladi. Lekin yo'lliq bo'lganda qo'g'dab qololmaydi. Ulardan hisob berishga Alloh mas'uldir" dedi. Buxoriy Salamadan qilgan rivoyatida mundoq degan: Ali radhiyallohu anhu Xaybar g'azotida payg'ambar alayhissalom bilan chiqmay qilib qolgan edi. Uning ko'zi og'rib qolgan edi. Keyin men payg'ambar alayhissalom bilan chiqmay qilib qolamanmi deb chiqib payg'ambar alayhissalomga yetishdi. Alloh atiganda g'alaba bergan kunining oldingi kuni kechda payg'ambar alayhissalom: "Ata bu bayroqni Alloh va Allohning payg'ambari uni yaxshi ko'radigan, umu Alloh va Allohning payg'ambarini yaxshi ko'radigan bir kishiga beraman. Yoki shundoq kishi bu bayroqni oladi.
Allah uning qo'li bilan g'alaba beradi dedi. Aytsa qarasak u Ali radhiyallohu anhu ekan. Biz uni umid qilmagan edik. Ular mana bu Ali deyishdi. Payg'ambar alayhissalom uningga bayroqni berdi. Allah u orqali g'alaba ato qildi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi. Xaybar kuni Payg'ambar alayhissalom bayroqni elib labildatdi. Ondan kim buni haqqi bilan oladi dedi. Paloni kelib, "Men" dedi. Payg'ambar alayhissalom bir chetga o'tkin dedi. Ondan yana bir odam kelgan edi. Payg'ambar alayhissalom bir chetga o'tkin dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom Muhammad alayhissalomni ulug' qilgan zot bilan qasam qilamanki, bu bayroqni jang maydonidan qolmaydigan kishiga beraman. Ey Ali, kel dedi. Ali radhiyallohu anhu u yerga bordi. Hattoki Allah uningga Xaybar va Xandaqni fatih qilib berdi. U yerlarning ajva xo'rmisi va qoqlangan go'shtlarini elib keldi. Sahih Muslimda Salama ibn Akvaning hadisida mundaq degan. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam meni Ali radhiyallohu anhuning yiniga avatdi. Uning ko'zi og'rib qolgan edi. Ondan Payg'ambar alayhissalom bu bayroqni Allah va Allohning payg'ambari yaxshi ko'radigan yoki Allah va Allohning payg'ambari uni yaxshi ko'radigan kishiga beraman dedi. U mundaq deydi. Ondan Ali radhiyallohu anhuning yiniga kelib, uning ko'zi og'rib qolgan peti yetilab Payg'ambar alayhissalomning yiniga elib keldim. Payg'ambar alayhissalom uning ko'ziga tukurib qo'ygan edi, ko'zi saqayib ketdi. Payg'ambar alayhissalom uningga bayroqni berdi. Marhab chiqib tuvandagi she'rni o'qidi. Xaybar ora nomim mashhur, marhab palavon atalgan, jangi var men mahoratlik, tang kelolmas notavon. Urush o'ti qizisa agar, maydon aro o't yonar. Ondan Ali bu she'rni o'qidi. Anam shundoq ataptu nomimni Haydar. Yov men bilan elissa yo'lvas ekan der. Al qisasni zulfiqarda olmasam men xar. U mundaq deydi. Ondan Ali radhiyallohu anhu marhabning beshiga qilich urib o'ltirdi. Xaybar uning qo'li orqali fathi bo'ldi. Marhab ismli bu pahlavon Yahudi chavandozlarining sardori edi. Uning qilichiga Ibron tilida bu marhabning qilichidir. Tetig'an kishi halok bo'lur deb yozilgan edi. Ali radhiyallohu anhu uningga qilich urgan edi. Qilich toshni, dubulg'ini va boshni yerib marhabning tishiga kelib to'xtadi. Uningdan burun Ali marhabning qirindishi Harisni o'ldirgan edi. Zubayr Yasir bilan yakmu-yak elishgandan keyin Ali radhiyallohu anhu Yahudi qo'mondon bilan yakmu-yak erishdi. Bu qo'mondonning ismi Omir edi. Uni Ali radhiyallohu anhu Qur'onning oldida o'ldirdi. Omir maydonga tushganda Payg'ambar alayhissalom uning igizligini 5 kez kilidi deb o'ylamsan dedi. Omir igiz qomatlik odam edi. U qilichini sug'urib 2 savutni kiyib Tömür niqabni taqab, kim maydonga tushidi deb to'lab jangga chaqirgan edi. Kishilar uningdan kayniga yondi. Ali radhiyallohu anhu uningga qarshi maydonga tushib, uni bir nechini urgan bo'lsa-mu, hech narsa qila olmadi. Oxiri Ali radhiyallohu anhu uning pochiqiga qilich urgan edi. U tizlanib o'ldirib qoldi. Ondan Ali radhiyallohu anhu uni o'ldirib, qurol yaroqlarini elib oldi. Allah uning qo'li bilan Naim qurg'onini fatih qildi. Bu qurg'on Xaybar qurg'onlari ichida eng mustahkam qurg'on edi. Nima degan nurliq batlar ha? Jinimiz tinimizla bo'ladi ekan. Biz bularni hargiz unutmaymiz. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lganga qadar uningdan ayrilmay yashadi. U payg'ambar alayhissalomning ilmi, zohidligi va go'zal axloqini o'rgandi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda g'amkin bo'lganlikdan uning yuragi yerilib ketgili tas qoldi. Chunki u o'zini ko'p parvish qilgan va uningga ko'p rahim shafqat, kuyimchanlik va ilm beg'ishlagan, balki uningga ko'zining go'hri va qalbining mevasi bo'lgan Fatima radhiyallohu anhani bergan. Do'sti va payg'ambaridan ayrilib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lgandan keyin Ali radhiyallohu anhu
payg'ambar alayhissalomning to'g'ri yo'ldagi xalifasi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga ergashdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uning qadr-qimmatini va martabasini biladi. Cho'ng ishlarda uning bilan maslahatlashadi. Uning yoniga ko'p boradi va "Ey Abu Hasan, bizga fatvo bergin" deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot bo'lib, Umar radhiyallohu anhu mu'minlarning amiri bo'lganda, Umar radhiyallohu anhu mu Ali radhiyallohu anhuning qadr-qimmatini va martabasini biladi. Uning fiqhidonligi, zerakligi va aql farosatidan foydalanadi va Ali radhiyallohu anhu bo'lmagan bo'lsa, Umar radhiyallohu anhu halok bo'ladi deydi. Umar radhiyallohu anhu shahid qilinib, musulmonlarning ishlariga Osman ibn Affan radhiyallohu anhu mas'ul bo'lgan va mu'minlarga amir bo'lganda, Osman radhiyallohu anhu shahid qilinib, fitnalar darvozalari butunlay ochilganga qadar Ali radhiyallohu anhudan maslahat so'raydi, nasihat talab qiladi va yordam so'raydi. Osman radhiyallohu anhudan keyin Ali radhiyallohu anhu qat'iy xolimisimu xalifa qilindi va uning bilan Muaviya radhiyallohu anhu orasida fitnalar yuz berdi. Hafiz ibn Kasir mundoq deydi: Osman o'ldirilgandan keyin Muaviya va Ali radhiyallohu anhu o'tirisida yuz bergan ishlar ijtihodiy va fikrning o'xshamaslik sababli bo'lgan. Shu sababdan bu ikki kishi o'tirisida jang bo'lgan. Sahih va to'g'ri bo'lgani Ali radhiyallohu anhu tarafda edi. Muaviya radhiyallohu anhu ilgirki va keyingi ko'pchilik olimlarning nazarida o'zurlik edi. Sahih hadislar har ikki tarafning musulmon ekanligiga guvohlik bergan. Biz shuningga jazmiyat bilan ishonamizki, sahobalar radhiyallohu anhumlarning hammasi odil edi. Ular mol dunyoni ko'zlamagan, Allohning roziligini va Alloh azza va jallaning diniga yordam berishni maqsad qilgan edi. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Bizni ular bilan o'z jannatida va rahmat o'rnida o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-birimizga qarishib o'ltirgan holda jam qilsin. Amin. To'g'ri yo'ldagi xalifa va uning yuksak irodasi. Ikki navrining otasi va Abu Turaf Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning hayotidan kattalik, ulug'liq va mo'jiza urg'ib turdi. Uning kattaligi va yuksak irodasidan maydonlar kengaydi. Bu maydonlarda qahramonlik va qurbonliklar katta ishlar va shon sharaf chaqnab turdi. Agar tarix rost bo'lmaydigan bo'lsa, sen uni tush yoki hikoya deb o'ylab qolg'ili tas qolading. Katta bir musulmon uning atrofidagi dunyodan mas'uliyatchanlik, to'g'rilik, poklik, yuksak g'oya va kattalik urg'ib turdi. Bu sifatlarning egisi, ya'ni Ali radhiyallohu anhu hayotli bo'ladigan, bu sifatlar o'z egisini kuchlantirishdan to'xtab qolmaydi. U katta ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, tuhfalarni yaratadi. Ziror ibn Zamra al-Kanani Ali radhiyallohu anhuni sifatlab mundoq deydi: U ulug', kuchlik edi, tushunishlik, uchuq so'zlaydi, odil hukm qiladi, dunyoning zibu zinnatlaridan qochadi, kechadagi yolg'izlik bilan xushallanadi. U ko'p yig'laydi, ko'p tafakkur qiladi, qilgan ishiga hasrat chekib, ikki olqinini uvulaydi, o'ziga o'zi so'zlaydi, qo'pol kiyimlarni va nachar tomoqlarni yoqtiradi. Kuchlik odam xato ishni to'g'ri qilish haqida uningdan tamoq qilolmaydi. Ojiz odam uning odilligidan noumid bo'lmaydi. Uni ba'zi urullarda ko'rganida kecha qorong'u bo'lib, yulduzlar petib ketganda u mihrobda paydo bo'lib, soqolini tutib, chayon chiqib olgan kishi to'lg'ongandek to'lg'anadi. Xuddi men uning ey dunyo, menga uchrab qoldingmi? Yoki meni tamoq qilib qoldingmi? Neri tur, mendan boshqani olda. Men seni 3 taloq qilib etgan. Endi yong'ili bo'lmaydi. Sening umring qisqa, hayoting e'tiborsiz, xatiring cho'ng. Uzuq tulukning ozligi, safarning uzunligi, yo'ldagi yolg'izlik deganligini anglagandek qilatdim. U davlat xazinasidagi hamma narsani tegishli kishilarga beradi. Xazina bekor bo'lganda u yerga suv chechib yuvish buyurdi. Yuyilib bo'lganda u o'rnidan turib, yuyilgan bu o'rinda 2 rakat namoz o'qiydi. Davlat xazinasi yuyilgandan keyin bu yerda o'qilgan bu namoz ulug' bir ma'noni bildiradi. U bo'lsa-mu oxirat, dunyodan ustun turadigan parhezkorlik va taqvolik,
davlat, jamiyat, shaxs va qalbning hammasiga ijro qilinadigan yangi bir davrning boshlanganlik e'loni edi. U xalifa sariyga chaqirildi. U saroy egizlikda va fitnada qad ko'tarib turadi. U bu saroyni ko'rmayla orqasiga burilib qochdi. U halokat sariy ekango bu. Men buningda hargiz turmayman deb aytdi. U bozordan 3 dirhamga setib olgan uzun ko'ynakni kiyatdi. Eshakka minatdi va meni dunyoni xor qilg'ili qo'yinglar deydi. Ali raziyallohu anhu safar qilmay o'rnida turgan kishi edi. Bizning bu davrimiz uning tutgan yo'li va hukmi orqali shundoq bir ustoz o'rgatkichi va yo'lboshchini topidiki, u har davrdagi hukmdorlarga bir haqiqatni o'rgatadi. Haqqa sodiq bo'lish demak, dunyoning qaymoqtirishini cho'rib tashlash va saltanatning mag'rurlantirishni cho'rib tashlash demakdir. İmam Ahmad ibn Hanbal mundoq deydi. Ali raziyallohu anhuni xalifalik zinnatlamadi, lekin u xalifalikni zinnatladi deydi. U podshohlik xalifalikka ega bo'lganda podshohlik uni zinnatlamadi, balki har bir narsa uning bilan zinnatlandi. U yugurib musobaqada podshohlardanmi o'tib ketdi. Uning oldiga o'tib ketkichi bo'lmadi. Uning qo'li eng egiz chuqug'iga yetdi. Mundoq chuqini ko'rishdan ko'zlar ojiz keladi. Zohidlikdagi oliy manzillarda bu zohid Allohga qaytquchi qahrinib yuradi. Uning eng cho'ng maqsadi dunyoni xorlash va dunyodagi izzatqularning yuziga titirmaydigan qo'lini ko'tarib qachatlab turib, "Yo'q" deyish orqali bu izzatqularni xorlash edi. Sufyon Sarvi mundoq deydi. Ali raziyallohu anhu uy selib boqmagan edi. Uning oshliqi Madinadan G'urjunga selinib, elib kelinadi. Ali raziyallohu anhu darrisini elib bozorlarda yuratdi. Kishilarni Allohga taqvolik qilishga va savdo setiqni yaxshi qilishga buyurdi va go'shtni pulvanglar deydi. Bir kuni u bir tonni ishton qilib, yana bir tonni usti tarafiga kiyib chiqdi. U ishtinining bir tarafini paslatib, yana bir tarafini ko'tarib olgan edi. U mundoq dedi: "Men bu ikki kiyimni meni takabburlikdan yiroq qilishi uchun, namozimda menga yaxshi bo'lishi uchun va mu'minlarga sunnat bo'lishi uchun kiydim." Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh mundoq dedi: "Kishilar ichida dunyoga eng qiziqmaydigan kishi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudir." Hasan mundoq dedi: "Alloh Ali radhiyallohu anhuga rahmat qilsin. Uning Alloh uchun otgan o'qi bor. Bu o'q Allohning dushmanlariga dal tegatdi. U ilm jihatda eng ustun va payg'ambar alayhissalomga eng yaqin edi. U bu ummat ichidagi zohid edi. U Allohning melini o'g'irlamaydi. Allohning buyrug'iga sal qarmaydi. Irodasini, amali va ilmini Qur'onga beg'ishlagan edi. Qur'onning bog'ichilarida va uchuq yo'llarda yuradi. Ana shu Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu edi." يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. فالسكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhu. Allah onundan razı olsun. 4. kısım. Onun adilliqidan nurluq batlar. Allah Abul Hasandan razı olsun. U hal qilg'uch so'z qiladi. Adil hukm qiladi. Nafsini paklashda, adillikda va taqvolikda mukammal edi. Uning adilligi zolimlar o'tishiga qaramasdan aql egalari uchun mash'al bo'lg'udek katta edi.
uning odilligini yaxshi ko'rishi tabiiy va keskin edi. Ali radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Men mu'minlarning amri deb otilib turib, qiyinchilik vaqtlarida mu'minlar bilan o'rtoq bo'lmaslikka qanoat qilamanmi? Alloh bilan qasamki, agar xolisam edim, bu sap hasad, bu yaxshi bug'doy va bu yumshoq kiyim mening bo'ladi. Lekin meni orzularning besiverishi nihoyatda yiroq ishdir. Atrofimda och qo'rsoqlar va ussigan jigarlar tursa, yo'g'on qo'rsoq bo'lib olishni men rad qilaman." Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu juma kuni munbarda turib mundoq degan: "Ey musulmonlar, fuqarolaringlarga o'tashga tegishli majburiyatlar bor. U bo'lsa-mu odillik bilan hukm qilish va o'xshash taqsim qilishdir. Allohning nazarida odil yo'lboshchining chiqargan hukmidanmi yaxshi suyumlik ish yo'q." Ala ibn Ammar mundoq rivoyat qiladi: Ali radhiyallohu anhu kishilarga xutba o'qib: "Ey xaloyiq, yolg'iz iloh Alloh bilan qasamki, men sizlarning mol mulkinglardan oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, mushiningdan boshqa narsa elib olmadim" dedi. Va ko'nglikining yengidan xushbaroq qachilangan bir qutini chiqarib, "Buni menga ajamlarning boshlig'i sovg'a qilgan edi" dedi. Ondan Baytul Mol davlat xazinasiga kelib elinglar dedi. Ondan mundoq deyishga boshladi: "Bir xalta xurmaga ega bo'lgan, uningdan har kuni bir qatim yeydigan kishi nijot topdi. Yana bir rivoyatda bir xalta xurmasi bor kishiga muborak bo'lsin" degan. Abdulloh ibn Zurayr radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi: "Qurban hayit kuni Ali radhiyallohu anhuning yeniga kirdim. U bizga xazira keltirdi. Biz: Alloh seni tuzab qo'ysin. Bizgimi bu o'rdakda tamoq qilib keltirsang bo'lmasmidi? Alloh sana ko'p yaxshilik berdi-ku" dedi. U: "Ey ibn Zurayr, payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini anglagan edim. Xalifa uchun Allohning melidan 2 qajo, oilasi bilan yeydiganga 1 qajo, kishilarga yuguzadiganга 1 qajo tamoqdan boshqasi halol bo'lmaydi" dedi. Odillik qilib turib taqvolik qiladigan kishi mana mushundoq bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu kishilarning haqqidan nima degan qo'rqadigan kishi, u ummatning melidan ozg'ina narsani elishdanmi qo'rqiydi. Antara ibn Abdurrahman ash-Shaybani mundoq deydi: "Xavranaqda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yeniga kirsam, u bir adiyolni yepinib sovuqdan titrab turadi. Men: Ey mu'minlarning amiri, Allah sen uchun va oila a'zolaring uchun bu molda nesibi belgiladi. Sen bo'lsang sovuqdan titrab tursan-ku" dedim. U: "Alloh bilan qasamki, melonlardan hech narsa olmayman. Bu adiyolni uyimdan elib chiqqan yoki Madinadan elib chiqqan edim" dedi. Uning odilligi to'g'riliq Ali ibn Rabi'a al-Vali rivoyat qilib mundoq deydi: Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning yeniga ibn Nabbaj kelib: "Ey mu'minlarning amiri, musulmonlarning melini saqlaydigan uy, ya'ni davlat xazinasi oltin kumushga to'lib ketdi" dedi. Ali radhiyallohu anhu: "Allohu akbar, Allohu akbar" dedi. Ondan ibn Nabbajga burilib davlat xazinasiga berib: "Bu mening olgan husulim. Yaxshimi shuning ichida har bir husul olg'uchi o'z husulini yeydi. Ey ibn Nabbaj, Kufalik kishilarni elib kelgin" dedi. U mundoq deydi: "Shuning bilan kishilar orasida jahkorlanib davlat xazinasidagi hamma narsa berib etildi." Ali radhiyallohu anhu: "Ey oltin, ey kumush, mendan boshqasini oldig'in" devatdi. Hattoki davlat xazinasida oltin kumush tugaganda u yerga suv chechib yuvishga buyurdi va u yerda 2 rakat namoz o'qidi. Ali ibn Arqam otasidan rivoyat qilib mundoq deydi: Ali radhiyallohu anhuning bozorda: "Bu qilishni mendan kim oladi? Donni bix urg'uzgan zot bilan qasamki, bu qilish bilan payg'ambar alayhisalomni qo'g'digan edim. Agar yenimda bir ishdan setib olgudek puli bo'lgan bo'lsa edi, buni sotmaydim" deb qilichini sotmoqchi bo'layotganligini ko'rdim. Ali radhiyallohu anhu musulmonlarning xalifasi turib piyoda mang'atdi. Yo'ldan ozg'on kishiga yo'l boshlaydi. Ojizga yordam beradi. O'tir yosh yoki yashangan kishilarning ehtiyojli narsalarini olib beradi. Xalifa sariyada turmaydi va bu halokat sariy ekan.
Buningda hargiz turmayman deydi. Biz mu'minlarning amri Ali radhiyallohu anhu to'g'riliq so'zliginimizda uning go'zal o'rnigida insoniy kattalik va odillikning tarixi yozimiz. O'z askarlariga qechib ketayotganlarni, yarlanganlarni o'ldirmanglar. Ayollar sizlarni va amallaringlarni, yaxshilaringlarni tilasimi, ularga yomonlik yetkazmanglar. Maqsadga yetishinglar uchun Allohni ko'p aslanglar degan. Ali radhiyallohu anhu nima degan yaxshi? Abu Asvad ad-Du'alining Ali radhiyallohu anhu haqida aytgan bu so'zlari nima degan yaxshi? Shak qilmasdan haqiqatni barpo qilar. Dushmanlarga va do'stlarga odil bo'lar. U dunyoni o'z nafsiga hech tetitmas, dunyodagi tamoqlardan lazzat olmas. Tug'ilgandan yosh bo'lguncha o'z dinini g'izo qilgan, sut amgandan jon chiqqichi taqvo turgan, esillik ham kuch-quvvatda parvish qilgan, ulug'liqning asosini puxta solgan. Zirak bo'lg'ach dunyoni u talab qilmas. Garchi dunyo kishilarni tinch qo'ymas, mushkuldimu shu holatda davom qilar. Hamrohlari boyliqlardan bezar bo'lar. Kechadagi uning qilgan eng cho'ng g'imi barpo qilmoq shariatning ahkomlari, shariatning izzati uchun xardur o'zi, zulmlardan qo'g'dimoqda bo'lur rozi. Har qachonki haq ovozi jaranglanar, yolg'on ketib vayron bo'lar, halok bo'lar. U Kufaning ko'chalarida yurib kishilarni bomdod namoziga uyg'otgandan keyin namozga tayyor turayotganda qilich urildi. Uning qotili aniqlangandan keyin o'g'illariga mundoq dedi. U ya'ni qotilni yaxshi o'rinda turg'izinglar, yaxshi kutinglar. Agar hayot qolsam, uningdan qisos elish yoki uni kechirishga men eng loyiq. Agar o'lib ketsam, uni menga qo'shib qo'yinglar, ya'ni qisos uchun o'ldiringlar. Uning bilan Parvardigorimning huzurida munozirlashiman. Men sabablik boshqalarni o'ldirmanglar. Shak shubhisizki Alloh haddidan oshqanlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu ummatning eng yaxshi hukm qilguvchisi Ali radhiyallohu anhudir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundoq deydi: Oramizdagi eng yaxshi qozi Ali radhiyallohu anhudir. Abdullah ibn Mas'ud mundoq deydi: Biz Madina ahlining eng yaxshi qozisi Ali radhiyallohu anhudir deyishadi. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom meni Yamanga qozi qilib avatdi. Men: Ey Allohning payg'ambari, mening yeshim kichik, qozilikni bilmaydigan tursammi avatamsan dedim. Payg'ambar alayhissalom: Alloh qalbingni to'g'riliqqa boshlaydi, tilingni mustahkam qiladi. Har ikki davolashquchi, ya'ni da'vogar va javobgar oldingda o'ltirsa, xuddi birinchisining so'zini anglagandek, ikkinchisining so'zini anglamaguncha hukm chiqarmag'in. Shundoq qilsang, hukm sana aniq bo'ladi dedi. Ali radhiyallohu anhu mundoq deydi: Shuningdan keyin men qozi bo'lib keldim. Hukm qilishda ikkilanib boqmadim. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi: Umar radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhudan bir ish to'g'riliq so'ragan edi. Ali radhiyallohu anhu javob berdi. Umar radhiyallohu anhu: Ey Abu Hasan, sen bo'lmagan kishilarning orasida yashashdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. Ahmad Madaqida Ali radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhuni Yamanga avatdi. Ali radhiyallohu anhu u yerda mundoq bir diloga uchradi. 4 kishi sher ovlash uchun qo'llangan bir o'rakka tushib ketdi. Bulardan avvalda bir kishi tushib ketgan. Ondan u kishi boshqa bir kishiga eslab olgan. Ikkinchisi yana bir kishiga eslab olgan. Ondan uchinchisi mo yana boshqa bir kishiga eslab olgan. Shundoq qilib 4 kishi o'rakka tushib ketgan. Sher ularni yorlandirib, shu jarohatning ta'siridan ular o'lib ketgan edi. Shu sababli ularning urug' tuqqanlari talash tortish qilib urush qila tasqaldi. Ali radhiyallohu anhu bu voqea haqida mundoq dedi: Oranglarda men hukm chiqaraman. Agar rozi bo'lsanglar, hukm shu. Agar norozi bo'lsanglar, sizlar payg'ambar alayhissalomning yeniga berib, payg'ambar alayhissalom oranglarda hukm chiqarganga qadar sizlarni bir-biringlardan ayirib etaman dedi. Quduqni, ya'ni o'rakni qo'llagan qabilalardan butun diyatning 4dan birini, 3dan birini,
yerimini ve bütün diyetini ayrım yığınlar. Tunji o'rakka tushgan kishiga diyetning 4dan 1 keladi. Chunki u ustidagi kishilarni halok qilgan. Ikkinchisiga diyetning 3dan 1 keladi. Chunki umi o'zidan ilgirkini halok qilgan. Uchinchisiga yerimi keladi. Chunki umi ustidagi kishilarni halok qilgan. To'rtinchisiga butun diyet keladi dedi. Ular bu hukmga rozi bo'lmay payg'ambar alayhisalomni izlab berib, maqomi Ibrohimning yanida uchrashib bo'lgan ishlarni aytdi. Payg'ambar alayhisalom: "Men oranglarda hukm qilay" dedi va bir to'ng'i o'randi. Ondan kishilardan biri: "Oramizda Ali radhiyallohu anhu hukm qilgan edi" deb Ali radhiyallohu anhu chiqargan hukmni dedi. Payg'ambar alayhisalom Ali radhiyallohu anhu chiqargan hukmni kuchga ega qildi. Ali radhiyallohu anhuning sexiligi va mardligi. Abu Ja'far radhiyallohu anhu rivoyat qilinudiki, u mundaq deydi: Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning kirimi 100 mingga yetmay turib vafot bo'lmadi. U vafot bo'lgan kuni uning zimmasida 70 ming qarzi bor edi. Men buncha ko'p qarz uningga nerdan kelgan dedim. U mundaq dedi: Uning yeniga g'animatdan nisibisi yo'q deb qaralgan qudu bojilari va tunish bilishlaridan bo'lgan yaqinlari keladi. U ularga mol-mulk beradi. Hasan radhiyallohu anhu uning o'rnida turganda o'z milidan setib va elib uning qarzlarini to'ladi. Ondan uning uchun 50 qul ozod qildi. Hattoki Hasan radhiyallohu anhu vafot bo'lganda, Husayn radhiyallohu anhu xalifa bo'lganda har yili uning uchun 50 qul ozod qildi. Hasan va Husayn radhiyallohu anhumlardan keyin hech kim undoq qilmadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nafsi xohishi yingnisini sug'urib elivatdi. Ali radhiyallohu anhu uni sundurvatdi. Siddiq radhiyallohu anhu taloq qilingan dunyoning jabduqlarini tashlavatgan edi. Ali radhiyallohu anhu buni to'g'ri ko'rib, to'y uzugini mu tashlavatdi. Kambag'allik uningga xuddi shon sharafdek yaxshi ko'rsatilgan edi. U kambag'al turib, qalbida boy edi. Sharafli kishi degan mol dunyoni yo'qotsa-mu, kishilarga yaxshi nom qoldirib ketgan kishidir. Mo'lchilik farovonlikqa o'rinlashganda, uningda shon sharafning o'rinlashganligini ko'rdim. Doim egiz binolar selinsa, mollar sarmoyisi bilan qo'shilib halok bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu va uning Allohga shukr qilishi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu hojatxonadan chiqsa, qo'li bilan qo'rsqini silab, nima degan katta ne'mat ha? Agar bandalar buning shukrisini bilsa edi deydi. Ali radhiyallohu anhuning hamdalliklardan biriga mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Ne'mat shukri bilan tutashdir. Shukr texmi ko'p ne'mat elib kelguchidir. U ikkisi bir-biriga hamrohdir. Bandaning shukrisi to'xtab qolmoqcha, Alloh azza va jallaning ko'paytib berishi to'xtab qolmaydi. Uning kamtarligi. Amr ibn Qaysdan mundoq rivoyat qilinadi. Kishilar Ali radhiyallohu anhuning yamoq silingan ishdan kiyib olganligini ko'rib, uningga kiyinish to'g'risida qayg'an edi. U mu'min uni do'raydi, qalb uning uchun eriydi dedi. Uning axloqi. Abbas radhiyallohu anhuning azodkardisi Suhayb radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u mundoq deydi: Men Ali radhiyallohu anhuning Abbas radhiyallohu anhuning qo'liga va putiga suyib, "Tag'a, mendan rozi bo'lg'in" deganligini ko'rdim. Uning zohidligi. Dunyo uningga yig'ilgan vaqtda oxirat uni orzu qilgan va uningga kulgan edi. U qo'pol kiyimlarni va nachar tomoqlarni yoqtiradi. Mana kecha qorong'u bo'lib, yulduzlar g'oyib bo'lganda, mehrobida paydo bo'lib, soqolini tutgan holda yilon chiqib olgan odam to'lg'ongandek to'lg'inib, g'amkin kishi yig'lagandek yig'lab, "Ey dunyo, menga uchrab qoldingmi? Yoki meni tamoq qilib qoldingmi? Yiroq tur. Mendan boshqasini oldi. Men seni olli burun 3 taloq qilibatgan. Endi seni qaytirib olmayman. Sening umring qisqa, hayoting e'tiborsiz, xataring cho'ngdir. Issit, uzuqning ozligi, safarning uzunligi, yo'ldagi yolg'izlik" deb hasrat chekkan kishidir. Oltindan qimmatli so'zlar. Mana bular bo'lsa uning qalb batlariga oltin bilan naqsh qilishga arziydigan so'zlardan xushbaroq bir dastudir. Ali radhiyallohu anhu mundoq deydi: "İnsanlar 3 xil bo'ladi. O'rgatuvchi olim va ilm o'rganguchi nijotlik yo'lidagi kishilardir. Razil paskesh chaqirganning hammasiga agishadigan kishilar bo'lsa, shamol chiqqan tarafga eg'ib yuradi.
Ular ilim nuridan nur almagan, kuchlik yulanchikka yulanmagan kishilardir. Ilim maldan yaxshi. Ilim seni qo'g'daydi. Sen malni qo'g'daysan. Ilim amal bilan ko'paydi. Mal chiqim bilan ozaydi. Olimni yaxshi ko'rish bo'ysunishga tegishli bir majburiyat. Ilim olimni hayot vaqtida taat ibodat qildirdi. O'lgandan keyin yaxshi nomini qoldirdi. Mal dunyo bo'lsa, egisi bilan tang yo'q bo'ladi. Mal dunyo to'plag'uvchilar tirik turib o'lgan kishilardir. Dunyo davom qiladigan olimlar davom qiladi. Ular o'zlari yo'q bo'lsa-mu, ularning o'rnaklari qalblarda mavjuddir. Ali radhiyallohu anhu mendan 5 so'zni yodlab olinglar. Bu so'zlarni izlab to'gilarga minib safar qilsanglarmi, bu so'zlarni topolmaydinglar. Banda o'z Parvardigordan boshqadan umid qilmasin. O'z gunohidan boshqadan qo'rqmasin. Bilimsiz kishi bilmaydigan narsa to'g'risida so'rashdan tortinmasin. Bilimli kishi bilmaydigan narsa to'g'riliq so'ralganda Alloh eng yaxshi bilguchi deyishdan tortinmasin. Sabrning iymondagi o'rni xuddi boshning jasaddagi o'rniga o'xshaydi. Sabr yo'q kishida iymon yo'qdir. Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men qo'rqadigan eng qo'rqinchli narsa bo'lsa, havoyi havasga ergishish va ko'p orzu qilishdir. Havoyi havasga ergishish haqdan to'sib qo'yadi. Ko'p orzu qilish oxiratni unutildirib qo'yadi. Bilinglarki, dunyo ketib, oxirat keldi. Har ikkisi uchun tirishadiganlar bor. Sizlar oxirat uchun tirishquchilardan bo'linglar. Dunyo uchun tirishquchilardan bo'lmanglar. Bugun amal bor, hisob yo'q. Ati hisob bor, amal yo'qdir." Ali radhiyallohu anhu yana mundaq deydi: "Sizlar ilm buluqi, hikmat koni, kechidagi chiroq, kiyimi kona, qalbi yangi bo'linglar. Osmondagi kishilarga tunishliq, zamindagilarga maxfi. Parvardigoringlarning huzurida tilga ilinadigan bo'lasizlar. Haqiqiy shariat shunos kishilarni Allohning rahmatidan umidsizlantirmaydi. Allohning azobidan ogohlantirib turadi. Allohga osiy bo'lishga ruxsat qilmaydi. Qur'ondan yuz o'rib, boshqasiga o'tib ketmaydi. Bilmay turib qilgan ibodatda yaxshilik yo'q. Tushunmagan ilmda yaxshilik yo'q. Tafakkursiz o'qishda yaxshilik yo'qdir. Melingning va balangning ko'p bo'lganligi yaxshilik emas. Yaxshilik degan ilmingning ko'p bo'lganligi, nihoyatda keng qo'rsoq bo'lganliging, Parvardigoringga ibodat qilish bilan kishilarga faxrlanganliging. Yaxshilik qilsang Allohga hamd va sano etganliging, yomonlik qilsang Allohdan kechirim so'raganligingdir. Dunyoda faqat ikki xil kishida yaxshilik bor. Gunoh qilib gunohini tavba bilan tuzatgan kishi va yaxshiliklarga oldirab yuqori darajalar uchun amal qiladigan kishi. Ta'sirlik va nasihatlar. Ja'far ibn Muhammad otasi bovisidan mundaq rivoyat qiladi. Ali radhiyallohu anhu bir janozani uzatdi. O'lguchi qabrisida qo'yilganda o'lguchining oilasi to'g'lab yig'lig'ili turdi. Bu chaqda Ali radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Nimaga yig'laysizlar? Agar ular, ya'ni yig'lig'uvchilar o'lgan kishi ko'rgan bo'lsa edi, o'lguchini unutib qolgan bo'lardi. U o'lim farishtasi ularga keladi. Ulardan hech kimni qo'ymay jinini oladi" dedi. Ondan u o'rnidan turib mundaq dedi: "Ey Allohning bandalari, sizlarga Allohdan qo'rqishni tavsiya qilaman. U sizlarga misollarni bayon qildi, ajallarni belgiladi, foydali narsalarni saqlab olg'idek, quloqlarni, ko'radigan ko'zlarni va yuz bergan ishlarni tushunadigan qalblarni yaratdi. Alloh sizlarni behuda yaratmadi. Sizlarni nasihatsiz tashlab qo'ymadi, balki sizlarni mukammal ne'matlar bilan hurmatladi va sizlarga jazo mukofotini tayyorladi. Ey Allohning bandalari, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan so'rashda tirishchan bo'linglar. O'lim kelishdan burun amal qilishga oldiringlar. Dunyoning ne'matlari davomlashmaydi. Hodisalardan xotirjam bo'lg'ili bo'lmaydi. U yo'tkilib turadigan aldashdir. Teyib ketadigan yulanchikdir. Ey Allohning bandalari, ibratlardan va nasihatlardan nasihat elanglar. Ogohlantirishlardan qo'rqinglar. Va nasihatlardan foydalaninglar. Sizlarga o'lim changal soladi. Tuproqqa kirsalar, surning chelinishi, qabridan turish, mashharga haydalish, hisob uchun turish qatorliq qo'rqinchli ishlar bandalarni bo'ysundiruvchi Allohning qudrati bilan sizlarga tuyuqsiz keladi. Har inson bilan uni mahsharga haydaydigan bir farishta, uningga guvohlik beradigan bir farishta birga keladi. Mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yuriydi. Nomi amallar hozir qilinadi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltiriladi. Ularning orasida adil hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Sura Zumar 69-oyat nomor qismi. Shu kunda zamin titrab ketadi. Jakarchi jakarlaydi.
yovvoyi hayvonlar to'planadi, sirlar oshkor bo'ladi, aqllar o'tkirlashidi. Do'zaxning o'ti yalqinlagan, qaynoq suyi qaynagan holda uchuq ko'rsatiladi. Ey bandalar, Allohdan shu darajada qo'rqinglarki, bu qo'rqishinglar qo'rqqan, ehtiyot qilgan, amaliyatni ko'rgan, yaxshilikni oldirab izlagan, yomonlikdan qochib qutulgan, oxiratni ulug'lagan, safar uchun uzuq olgan kishininkidek bo'lsin. Allah intiqom ilishga va yordam berishga yetarlikdir. Kitob munozirlashguchi bo'lishga yetarlikdir. Jannat mukofot bo'lishga yetarlikdir. Davzax azob bo'lishga yetarlikdir. O'zim uchun va sizlar uchun Allohdan kechirim so'rayman. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabının huzuruna sunumuz. السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme kılgıcı İslam Çakarları Grupsi. حمام فهذا القلب نواح وكي مليا فملء الكون أسراح. Ali İbni Ebu Talib radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. 5. kısım. Sünnetke ergishish ni'mati. İmam Buxoriy Marwan ibn Hakimning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Makka bilan Madina oraliqida Osmon va Ali radhiyallohu anhu bilan birga edim. Osmon radhiyallohu anhu kishilarni tamattu haj qilishdan va umri hajni birlashtirib qilishdan to'satdi. Ali radhiyallohu anhu buni ko'rib, haj va umriga tang ihrom bog'ladi. Osmon radhiyallohu anhu, sen mening kishilarni bir ishdan to'sqanligimni ko'rib turib, o'zing shu ishni qilyapsan-ku dedi. Ali radhiyallohu anhu, men payg'ambar alayhissalomning sunnatini insonlardan hech kimning so'zi uchun tashlay olmayman dedi. Imom Bayhaqi isnodi bilan Ali radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar din ko'z qarashga tayangan bo'lsa edi, yutuqning ustiga qaraganda ostiga masih qilish loyiqroq. Lekin men payg'ambar alayhissalomning yutuqning ustiga masih qilganligini ko'rgan edim. Allohning do'sti payg'ambar alayhissalomga agshish mana mushundoq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomning yo'liga qarshilik qilguvchilar to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi. Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Sura Nur 63-oyat. Allah bütün ümmetni do'sti payg'ambar alayhissalomga ergishishga qiziqtirib mundoq deydi. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Sura Ahzab 21-oyat. Allohning do'sti payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo o'z kitobida sifatlab: "Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z oranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir. Mu'minlarga amroqdir. Nihoyat kuyimchandir." Sura Tavba 128-oyat. Degan tursa qandoqmi uningga agashmaymiz. Ali radhiyallohu anhuning Alloh tarafga chaqirishi. Baro radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Valid radhiyallohu anhuni Yamanliklarni islomga chaqirishga avatdi. Baro radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Biz u yerda 6 oy turdik. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ularni islomga da'vat qilgan bo'lsa-mu, ular uning chaqiriqiga ovoz qo'shmadi. Payg'ambar alayhissalom Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuni avatdi va uni Xolid radhiyallohu anhuni va Xolid radhiyallohu anhu bilan qaytishni xohlagan kishilarni qaytirib etishga, Ali radhiyallohu anhu bilan qilishni xohlaganlarni elib qilishga buyurdi. Bara radhiyallohu anhu mundoq deydi:
Men Ali radhiyallohu anhu bilan qilib qolgan kishilar qatorida edim. Biz hamdonliqlarga yaqinlab kelganda ular oldimizga chiqdi. Ali radhiyallohu anhu oldiga o'tib biz bilan namoz o'qidi. Ondan bizni bir saf qilib tizib oldimizga o'tdi va ularga Allohning payg'ambarining xatini o'qib berdi. Shuning bilan hamdon xalqining hammasi musulmon bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga ularning musulmon bo'lganligini xabar qilib xat yozdi. Payg'ambar alayhissalom xatni o'qib sajdaga bosh qo'ydi. Ondan sajdadan beshini ko'tarib, hamdonga salom bo'lsin. Hamdonga salom bo'lsin dedi. Uning xavorijlarga qarshi jang qilishi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Biz payg'ambar alayhissalomni kutib o'tirgan edik. Payg'ambar alayhissalom ayollarining birining uyidan yenimizga chiqdi. U mundaq deydi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan o'rnimizdan turdik. Payg'ambar alayhissalomning oyog'i uzilib ketgan edi. Ali uni yamash uchun qilib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom yurib ketdi. Bizmi uning bilan yurib ketdik. Ondan payg'ambar alayhissalom to'xtab uni kutib turdi. Bizmi kutib turdik. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Sizlarning oranglardan xuddi men Qur'onga amal qilib urushgandek, Qur'onni xato tushunganlarga qarshi urush qiladigan kishilar bo'ladi" dedi. Qarasak, Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumlarmi oramizda bor edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, u oyoq yamayotgan kishi shu" dedi. U mundaq deydi: "Biz Ali radhiyallohu anhuga xush xabar yetkazgili kelganda, u bu so'zni anglab bo'lganda qiladi. U, ya'ni Ali radhiyallohu anhu xavorijlarga qarshi jang qilgan va xavorijlar uni o'ldirgan edi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xavorijlar to'g'risida mundaq degan: "Ularni o'ldirgan va ular tarafdan o'ldirilgan kishiga muborak bo'lsin." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq degan: "Agar ularni uchrasam, Samudni o'ldirgandek o'ldirman." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq deydi: "Xavorijlar davzaxning itlaridir." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq deydi: "Agar ularni mag'lub qiladigan qo'shin ularga o'z payg'ambarining tili bilan nima ajr mukofot bekitilganligini bilsa edi, ajrning kattaligidan amalini tashlab qo'ygan bo'ladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana mundaq deydi: "Ularni o'ldirgan kishiga Allohning huzurida katta ajr bor." Xavorijlar Ali radhiyallohu anhuga qarshi chiqqanda ular qori kishilardan 8000 kishi edi. Ali radhiyallohu anhu Harurga tushib, ular bilan munozirlashdi. Shuning bilan ulardan Abdullah ibn Kava qatorliq 4000 kishi xavorijlikdan yondi. Ali radhiyallohu anhu qolganlarga u to'g'riliq odam avatgan edi, ular bosh tortdi. Ali radhiyallohu anhu ularga elchi avatib: "Xohlagan joyga ketinglar. Oramizda bir to'xtam bo'lsin. Harom qon to'kmaysizlar. Qaroqchilik qilmaysizlar, hech kimga zulm qilmaysizlar. Agar yuqorqi ishlarni qilsanglar, o'zinglar urush o'tini yoqqan bo'lasizlar" dedi. Abdullah ibn Shaddod mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, ular Habbob ibn Arad radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullohni o'ldirib, kichik ayolining qo'rsiqini yerib qaroqchilik qilgan va harom qon to'kkanga qadar Ali radhiyallohu anhu ular bilan urushmadi." Salama ibn Kuhaylidan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Zayd ibn Vahb al-Juhani menga mundaq so'zlab berdi. U, ya'ni Zayd radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu bilan billa xavorijlarning yeniga borgan kishilardan edi. Ali radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Ey xaloyiq, payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Ummatimdan bir turkum kishilar chiqadi. Qur'onni ko'p o'qiganligidan sizlarning Qur'on o'qishinglar ularning o'qishiga selishtirganda hech narsa emas. Sizlarning namozinglar ularning namoziga selishtirganda hech narsa emas. Sizlarning ro'zanglar ularning ro'zasiga selishtirganda hech narsa emas. Ular Qur'on o'qiydi. Qur'onni o'ziga foydali deb o'ylaydi. Amaliyotda Qur'on ularga ziyonlidir. Ularning namozi gelidan o'tmaydi. Ular islomdan xuddi o'q yochoqdan chiqqandek chiqib ketadi. Agar ularni mag'lub qiladigan qo'shin ularga o'z payg'ambarining tili orqali nima bekitilganligini bilsa edi, amalini tashlab qo'ygan bo'ladi. Ularning alomati shuki, ularning orasida beliki cho'ng bir odam bor. Uning belikining usti tarafi amchak tugmasiga o'xshaydi. Uningda oq tuklar bor. Sizlar Muaviya radhiyallohu anhu va shamliqlarning yeniga borsizlar. Bularni bolalaringlar va mollaringlarga qarashga qoldirib qo'yisizlar. Alloh bilan qasamki, men bularning shu kishilar yana xavorijlar bo'lib qilishidan qo'rqaman. Bular harom qon to'kdi va kishilarning mol chorvalariga hujum qildi. Shunga Allohning nomini atab ular bilan jang qilishga menglar. Salama ibn Kuhayl mundaq deydi:
Meni Zayd ibn Vahib bir o'ringa tushirdi. Biz bir agma ko'rikdan o'tib ular bilan uchrashdik. Shu kuni xavorijlarga Abdullah ibn Vahib Ar-Rosibi bosh edi. U askarlarga: "Nayzlaringlarni tashlab, qilishlaringlarni g'ilofidan chiqiringlar. Men ularning harura kuni sizlardan talab qilganni yana talab qilishidan ansirayman" dedi. Ular qaytib nayzlarini tashlab, qilishlarini sug'urdi. Ularni kishilar, ya'ni Ali radhiyallohu anhuning askarlari nayzlari bilan mag'lub qildi. U mundaq deydi: "Ular kaynidan o'ldirildi. Ali radhiyallohu anhuning askarlaridan faqat 2 kishiga musibat yetdi." Ali radhiyallohu anhu askarlarga: "Ularning orasidan payg'ambar alayhissalom sifatlab bergan heliqa odamni izlanglar" dedi. Ular uni izlab topolmadi. Ali radhiyallohu anhu o'rnidan turib o'zi izlashga boshladi. Hattoki u bir duvi jasadning yeniga kelib, "Bularni bir tarafga tortinglar" dedi. U mundaq deydi: Askarlar ularni bir tarafga tortgan edi. Heliqa odamni eng ostidan topdi. Ali radhiyallohu anhu takbir aytdi va "Alloh rost aytdi. Allohning payg'ambari rost aytdi, rost yetkizdi" dedi. Ubayda as-Salamani Ali radhiyallohu anhuning yeniga kelib, "Yakki yigona Alloh bilan qasamki, sen rostilla bu hadisni payg'ambar alayhisalomdan anglaganmiding" dedi. Ali radhiyallohu anhu: "Yakki yigona Alloh bilan qasamki, ha" dedi. Ubayda radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhudan 3 qatim qasam talab qilgan edi. Ali radhiyallohu anhu qasam qildi. Safar vaqti keldi. Payg'ambar alayhissalom burun Ali radhiyallohu anhuga shahidlik bilan xush xabar bergan edi. Ali radhiyallohu anhu bu katta xush xabarni hargiz unutib qolmaydi. U qanchalik umr ko'rishidan qat'iy nazar shahid holatda o'ldirilganligiga jazmiyat bilan ishonadi. Zayd ibn Vahibdan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Ali radhiyallohu anhu Basradagi xavorijlardan bir turkum kishilarning yeniga keldi. Ularning orasida Jaid ibn Ba'ja ismli bir odam bor edi. U Ali radhiyallohu anhuga: "Ey Ali, Allohdan qo'rqing, sen chuqum o'lasan" dedi. Ali radhiyallohu anhu uningga balki o'ldirilman, bu yerga uriladi, bu yer buyuladi deb beshining chuqqisi bilan soqilini ko'rsatdi va bu havola qilingan ishdir. Bekitilib bo'lingan hukmdir. Yolg'onni to'qigan kishi ziyon tortadi dedi. Abu Mijlazdan rivoyat qilinadiki, u mundaq deydi: Ali radhiyallohu anhu masjidda namoz o'qiyotdi. Murad qabilasidan bir kishi kelib, "Paxas bo'l. Murad qabilasidan bir turkum kishilar seni o'ldirmoqchi" dedi. Ali radhiyallohu anhu: "Har bir kishining yonida 2 farishta bor. U farishtalar u kishiga taqdir qilinmagan narsalardan uni qo'g'dab turadi. Taqdir kelganda ular uningdan ayriladi. Ajal haqiqatan mustahkam qolgandir" dedi. Asbaq al-Hanzali mundaq deydi: Ali radhiyallohu anhu musibatga uchragan kechisi tong yo'rganda Ibn Tayyah uning yeniga namoz vaqtini bildirgili keldi. Ali radhiyallohu anhu bo'lsa eg'ir besib yetib qolgan edi. Ibn Tayyah yana takrorlagan edi. Ali radhiyallohu anhu shu beti yetiverdi. Ibn Tayyah 3-chi qatim takrorlagan edi. Ali radhiyallohu anhu turib mangdi. U mundaq da'vatlatdi: "O'lim sana hamon keladi. O'lim uchun belni bog'lig'in. Sahroyinga o'lim tushganda chidiyolmay faryod chekmagin." Ali radhiyallohu anhuning o'ldirilishi to'g'risidagi qissa tuvandikicha. Xavorijlardan 3 kishi to'plandi. Ular Abdurrahman ibn Muljam, Barak ibn Abdullah va Amir ibn Bakri at-Tamimi qatorliqlar edi. Ular kishilarning orasida bo'layotgan ishlar to'g'riliq paranglashdi va ish ustidagilarni ayblashdi. Ondan ular Nahrivon kuni o'ldirilganlarni aslab ularga ich og'ritishdi. Ular mundaq deyishdi: "Ular ibodat qilishga chaqiradigan, malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan qarindoshlarimiz edi. O'zimizni pido qilib, ozg'un yo'lboshchilarni o'ldirsak, shuning bilan zaminni ulardan qutuldirsak va qarindoshlarimizning qissasini olsak bo'lmamdi." Abdurrahman ibn Muljam Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga "Men tetiman" dedi. Barak Muaviya radhiyallohu anhuga "Men tetiman" dedi. Amir ibn Bakri Amir ibn As radhiyallohu anhuga "Men tetiman" dedi. Ular hech qaysimiz o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan kishini o'ldirmagicha yoki o'zi o'ldirilmagicha kaynimizga yonmaymiz deb Alloh bilan qasam ahdilarni berishdi. Ular qilishlarini elib zahar bilan sug'ardi va hijratning 40-yili Ramazonning 15-kuni har biri o'z nishoniga hujum qilishga va'dalashdi. Ular har biri o'z nishoni joylashgan tarafga qarab yurib ketdi. Ibn Muljam Kindi qabilasiga tava edi. U yo'lga chiqib Kufaga keldi. Oshkora bo'lib qilishidan qo'rqib, u yerdagi qarindoshlarga buni bildirmadi. Kufada
Tayimmur Rabbab qabilasidan 10 kishi bor edi. Ularning ichida Qatom binti Shajma ismli bir ayol bor edi. Ali radhiyallohu anhu u ayolning dadisi va qarindishini Nahron kuni qatl qilgan edi. U ayol tasvirligisiz darajada go'zal edi. Ibn Muljam u ayolni ko'rib, o'zining nima uchun kelganligini unutib, uningga talab qo'ydi. Qatam, sen menga shifoliq bermoqchi, sen bilan to'y qilmayman dedi. Ibn Muljam, sana nima shifoliq beradi dedi. Qatam, 3000 bir qul, bir naqshchi dedak va Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuni o'ldirish dedi. Ibn Muljam, sening to'yliqing shu bo'lsin, lekin Ali radhiyallohu anhuga kelsak, agar sen meni xohlagan bo'lsang, uni o'ldirishning gapini qilmaydi dedi. Qatam, uni behud qolganda o'ldirishga tirishqin. Agar bir taraf qila olsang, o'zingga va menga shifoliq berasan va men bilan yashashdan bahramand bo'lasan. Agar o'ldirilsang, Allohning huzuridagi mukofot sen uchun dunyodan va dunyoning zibu zunnatlaridan yaxshi dedi. Ibn Muljam Qatamga, Alloh bilan qasamki, men bu shaharga faqat mushu ish uchun kelgan edim dedi. Shuning bilan Qatam Ibn Muljamga o'z jamoatidan bir yordamchi tanladi. Ibn Muljam o'zi yana bir yordamchi tanladi. Hijriyaning 40-yili Ramazonning 15-kuni ular Ali radhiyallohu anhuni marab turdi. Ali radhiyallohu anhu bomdod namozi o'qig'ili chiqqanda Ibn Muljam uning beshining chuqqusiga qilich bilan urdi. Ibn Muljam, hukm sana va hamrohlaringga emas, faqat Allohga xos deb to'g'lavatdi. Masjidda namoz uchun turgan kishilar cho'chib ketdi. Xuddi bundan burun Umar radhiyallohu anhu xanjar bilan urib o'ldirilgandek, İmam Ali oxiri zahar bilan sug'urilgan qilich zarbasidan Parvardigorga uchrashdi. Katta qahramonlar hayotining oxirida mana mushundoq maydonlarga eng loyiq bo'lishi, bu uning amaliyatining eng rostchil holda ko'rsatib berishi bir haqiqatdir. Uning beshi zaxmilangan hamon uyga ko'tirib opirildi. U mana mushundoq qiyin vaqtda uni ko'tirib ketayotgan va atrofini qurshab turgan kishilarni masjidga berib namozning vaqti o'tib ketishdan burun namozga ulgurib olishga buyurdi. Ali radhiyallohu anhu bu namozga tayyorlanayotganda gunohkor suiqasdchi Ibn Muljam bu namozni to'liq o'qishga to'salg'i bo'lgan edi. Ular namozni o'qib bo'lib, Ali radhiyallohu anhuning yeniga qaytib bordi. O'xshash bir vaqtda yana bir qism kishilar qotil Abdurrahman ibn Muljamni tutib, Ali radhiyallohu anhuning yeniga qaytib bordi. İmam yani Ali radhiyallohu anhu ko'zini ochganda ko'zi qotilga tushdi. U qotilni tuniganda afsuslanib beshini chayqadi va "Sen shumi? Sana faqatla yaxshilik qilgan edim" dedi. Bu katta qahramon bolalari va hamrohlarining chiroyiga nazar tashlab, ularning chiroyidan g'azab etilib chiqayotganligini va intiqom o'ti lavuldab kuyayotganligini ko'rdi. O'z tumurlarida bo'lsa, so'g'uq o'limning eqiyotganligini his qilyotdi. U Ibn Muljam uchrash oldida turgan oqibatni ko'rgandek bo'ldi. Shundaqla bolalari va hamrohlari Ibn Muljamdan elish oldida turgan ichinishlik intiqomni ko'rgandek bo'ldi. U o'z qotilini qo'g'dash uchun darhol harakatga o'tib, qotilga tajovuz qilmaslik yoki shariatda bekitilgan qisos belgilamalaridan oshirib o'tmaslik to'g'risida nihoyatda ching turdi. U shu holatda turib ularni yeniga chaqirdi. Uning og'zidan so'zlar bo'g'ilib, üzülüp chiqyotdi. Qur'on uningga bergan insoniy yuksaklik haqida ochiq bir lavhani sizib berish uchun so'zlayotdi. U bolalarga va oila a'zolariga aytdi: "Uni yaxshi o'rinda turg'izinglar, yaxshi kutinglar. Agar hayot qolsam, uning qinini to'kib qisos elishga yoki afu qilishga men eng loyiq. Agar o'lsam, uni menga qo'shib qo'yinglar, ya'ni o'ldiringlar. O'zim uning bilan olamlarning Parvardigorining huzurida munozirlashman. Men sabablik uningdan boshqani o'ldirmanglar. Alloh haqiqatan haddidan oshquchilarni yaxshi ko'rmaydi." Tarixshunoslar mundoq deydi: Abdurrahman ibn Muljam Ali radhiyallohu anhuni Kufada Hijriyaning 40-yili Ramazondan 13 kun qolganda juma kuni qilich bilan chopgan. Ramazonning 21-kuni chopgan degichilarmi bor. Shuningdan keyin Ali radhiyallohu anhu juma va shanba kunlari yashab, yakshanba kuni vafot bo'ldi. Uni ikki o'g'li va Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu yudi. Hasan radhiyallohu anhu uningga namoz o'qidi. U sahar vaqtida dafn qilindi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu mundoq dedi: "Ey xaloyiq, tunigun sizlardan bir kishi ayrildi. İlgirkilar uningdan o'tib ketilmagan edi. Keyingilar uningga yetisholmaydi. Payg'ambar alayhissalom uningga bayroqni berib, jangga avatdi.
Allah onunğa g'alaba bermegicha u qaytmaydi. Uning o'ng tarafida Jibril, sol tarafida Mikail bor edi. Ali radhiyallohu anhu oltin kumush qoldirmagan edi. Faqat uning maoshidan eshib qolgan 700 dirham bor edi. U bu pulga xizmatchi setib olmoqchi edi. Shunda qilib bu musofir o'z vataniga qaytdi va manziliga ketdi. Abu Talibning o'g'li Ali radhiyallohu anhu dunyodan ketdi. Lekin uning hayoti va u zaminda yashagan kunlar quyoshga aylanib, insonlar hayoti va tarixida yuksak o'ringa erishdi va o'z o'quvi haqiqatan qahramonlik, iymon, yaxshilik va sharafning qimmatini elib ketdi. Imom mana mushundoq ketdi. Amaliyotda u ketmadi, u safar qildi. Amaliyot u safar qilmadi. Uning jismi safar qilgan bo'lsa-mu, ish izlari helimi hozirdir. Uning nomi mangu qoladi. Chunki u dunyo iroda qilganlarga dunyoni tashlab berib, Allohning payg'ambarini va oxirat yurtini tanladi. Uni buron chopqunlar qorong'ida yo'ldan ozdirish uchun yoki uni to'g'ri yo'lning bir qismidan ayirib etish uchun va yoki g'oya maqsadlaridan qaytarish uchun qurishib olgan bo'lsa-mu, u yo'ldan chiqib ketmadi. Allah Taala Ali radhiyallohu anhudan va boshqa sahobalarning hammasidan rozi bo'lsin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزته تسمو به للعالي